Navoiy viloyatida boshlangan media haftalik biz matbuotchilar uchun, jurnalistlar uchun, umuman mana shu sohada faoliyat yuritayotgan barcha uchun juda ham bir foydali bo'lmoqda. Chunki matbuot kotibidan bugungi kunda ham fotograflik, ham o'sha video oladigan operatorlik, ham montajchi, ham SMM xizmati, muxbirlik, umuman mana shu sohada faol bo'lishni va barcha bilimlarga ega bo'lishlikni talab qilmoqda. Professional ustozlar kelib, media haftalik davomida darslarni bermoqda bizaga. Bunda mana hamkasblarimiz bilan birgalikda tajriba almashib, ulardan dars olib, mana shu keyingi faoliyatimiz uchun bir samarali bo'lgan bilimlarni, tajribalarni o'zimizga egallamoqdamiz. Bugungi kunda biz Navbahor tuman hokimligi axborot xizmatini 5 ta resursda yoritib boramiz. Telegram sahifamiz, YouTube, Instagram, Facebook hamda veb-sayt orqali yoritib boramiz. Buni hammasida yoritishda har xil yondashuvni talab qiladi. Masalan, Telegram sahifada rasmiyroq va hamma uchun ommaboproq qilib yoritish kerak bo'lsa, Instagramda foydalanuvchilar ko'prog'i yoshlar tashkil qilgani uchun o'shanga xos qisqa videolarda lavha berishimizga to'g'ri keladi. Umuman berayotgan har bir yangilikni, islohotlarni yoritishda har xil yondashuv zarur bugun va bu uchun professional bo'lish ham muhim hisoblanadi.